aksiyada ishlarimizdan xudo xolasa 4 komplet ishimiz qoldi. Cappuccinodan 2 ta, tilla fasonimizdan 2 ta. Bu yerda hozir 3 ta tilla fasonimiz turibdi. 3ovi ham sotilgan. Uchalasi ham Samarqandga ketadi. Bugun yerda yuklaymiz inshaalloh chiroyli qilib. Cappuccino rangimizdan 2 ta turibdi bu yerda. Alohida bozorda magazinimizda 2 ta tilla fasonimizdan qolgan. Xudo aksiya ishimizdan 4 dona qoldi. Ulgurib qolinglar. Aloqaga chiqsanglar chiroyli qilib jo'natib beramiz. Manzilingizda aytsanglar kelishamiz inshaalloh. Shu turishida belanchiga lulkasi, tumbasi, tayda kravatda o'sha tortmasi bo'ladi. Lulkasi tebranadi. Oldida panjarasi tepa pastga tushib chiqadi. O'zi tepada turibdi, pastga olinadi ilmag'idan tushirgandan keyin. Ichida bortli pashxonalari ham mashina qo'shib beriladi. Shkafi ham 3 eshikdan iborat. Bitta eshigida 2 ta polka bo'ladi. 3 etajli bo'ladi. 2 qator vishelkasi bor, tayda tortmasi bor. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib, o'zingizlar mahsulotlar tezroq zakaz qilib qolinglar.